Nima sababdan ishda bo'lgan? Tam besvaqanda. Tam besvaq shu. 7 yil bo'ldi, izchil davolanib qilyapman. Sizlar bolalar bormi? 2 bolam bor. Necha yillasizlar? Men 32 edim. 32 ga. Ha. Bolam uchun 11 yoshga edi. Ayollarcha Ajrashib ketdik, ishlar bo'lgandan keyin. ishda bo'lgandan keyin ajrashib ketdi. Ha, 1,5 yilga ajrashib ketdik. Hozir bolalarni izlab ayollari. Bolalar shu uyga kelib izlamaydi. Ancha-muncha maktabga borib o'xshaydi. Lekin pek izlab ketmaydi. Sirtda ko'rishdik ekan. Sirtda ko'rishga o'xshaydi. Shu uyga kelsa ishlab keldi, opam berib ketgan maktabga. O'shada ko'rishdim deb. Shu uyga izlab kelmaydi. Ba'zi vaqt telefon aloqalashtirib qo'ymay ko'rish bo'lganda kelsam. Bu ishkanlar qanday tanishib qoldinglar bu yerda? Mash o'rnoq chiqib qolgan sabab bilan shu. Doktorxonada bil davolash qilib shu orqali tanishib qolgan. 3 yil bo'ldi endi. 3 yil birga kelib doktorxonaga qaytgancha birga qaytib deb shu doktorxonada bil davolash qilyapmiz. Ishkanlar tanishib qolganda 3 yil oldi. 3 yil bo'ldi. Mash doktorxonada tanishib qolgan. Shu kelib Mendamda sizlar Yangisadan, sizlar Uchturpandan bunda bir yer kelib qoldik deyim taqa. Shu avvalimiz kasallarimiz o'xshash bo'lgandan keyin shunda Mo'ndi shu. shuna bo'ldi ekan. Biz qadamda bilan bek ul bola egizaklanmaydi. 32 yilmi bu yil? 32 edim men. Siz 24 ga. Ayollardan ağırnamlar. Ağırmayman endi. 10 yil, 11 yil uy tutib to'qildim. Hamda menda bo'lgan chog'da olib ketib qoldik. Onun To'y qildimi qayta? to'y qildi. Bolalar bormi hozir? Yo'q, yangidan bash kuz to'y qildi. Yil kuzda 11 oyda. Adamning beshiga ajoyib o'ylamagan bir ishlar keldi ekan. Rostla. Lekin ro'y kayfiyatingni yaxshi ekan ishkilaninglar. Bayamdan chaqchaq qilishdik, paranglashdik. Balkim bir ma'lum bir sabablar tufayli hatta saqayib ketamizlar. Shu. Yoki bir bo'lak bir o'zgarishlar bo'lib qolamdi. Uni hech kim bilmaydi. Mamda yordamning shivamga deb qo'qab ketib qolmanglar, urib tuqqanlar. Elqa xosh ujratdan bizni basanglar, bakaga mushtinlarimizga g'ayrat qilinglar deb yozib qo'ysanglar, shuni o'zi kifoya. Biz ba ishlar yaxshi bo'lib ketadi deganda go'zal so'zlarni yozib qo'ysanglar, shuning o'zi kifoya. Shundan fikrim. Rosa. Shu yetarli.